Velosiped haydab katta bo'lgan bola bilan haydamasdan katta bo'lgan bolani o'rtasida qanday nevrologik farqlar bo'ladi? Umuman velosiped haydab katta bo'lishni juda ko'p yaxshi tomonlari bor. Men sizga ayrimlarini sanab o'taman. Shundan birinchisi sinxronlik, ya'ni bir vaqtni o'zida rulni boshqarish, pedalni boshqarish, yo'lni nazorat qilish. Ikkinchisi aytaylik stressga chidamlilik, ya'ni o'sha bola yiqiladi, yana turib haydashga harakat qiladi. O'zimiz ham yoshligimizda katta Ural velosipedlar bo'lardi. Ichidan haydab qancha yiqilganmiz, oyoqlarimiz silinib ketardi. Lekin turib yana harakat qilaverdik. Harakat qilardik. Kurashuvchanlikni oshiradi. Kurashuvchanlikni oshiradi. Keyingisi qaror qabul qilish. Ya'ni oldidan birdan yama chiqib qolishi mumkin yoki mashina chiqib qolishi mumkin, odam chiqib qolishi mumkin. Vaziyatga shu tez moslashib, tez qaror qabul qilish shakllanadi, rivojlanadi. Eng asosiysi o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. U qaysidir ma'noda o'sha maqsadiga erishadi. Bu keyingi hayotdagi, keyingi qiladigan ishlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni men mana shu narsani epladim, boshqasini ham qila olaman degan xulosani beradi. Videoni albatta yosh bolalari bor ota-onalarga jo'natib qo'ying.